Gibki mramor rasm moda bo'ldi. Mana shu narsa sanuzillarga, любой joyga, ofislarga qilib tashlashyapti. Oka qarang, agar siz mana shunaqa narsalarni sotadigan bo'lsangiz, men primoy zavodga kelib, birinchi qo'l joyini topib qo'ydim sizga. Oka 3-4 oyda bir pochka ko'tarib oladigan, foyda qilib oladigan joyi. Faqat videoni oxirigacha ko'rsangiz, yana ham to'liqroq tushuncha beraman. Bu zavodda qaranglar, gibki mramor, 3D qovurg'i и MDF panel va plastik dekorlar ishlab chiqariladi. Kimdirlar MDF qiladi, kimdirlar plastik qiladi. И agarda siz misol uchun bu zavoddan oladigan bo'lsangiz, dizaynni o'zi bir 300 xil ekan. Bilasizlar, hozir uje ko'pchilik remontlarda misol uchun sanuzildagi foydalanishyapti, ofislarga qilishyapti bunaqa dekorlardan. И trenddagi topoviy narsa bo'lib qoldi. Misol oddiy oila ham bemalol uyini mana shunaqa dizaynlar bilan hashamatga keltirib qo'yapti. Kafel, onyx toshlar, mramorlarni xullas birga bir qilib chiqarib berishyapti. Nafaqat O'zbekiston ichida, balkim SNG davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'onistonga ham eksportlarni yo'lga qo'yishga mana o'sha eksportga chiqib ketyapti. Xullas, aka birinchi qo'ldan olish xohlaysizmi? Pastki raqamdagi bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Zavodning nomini eslab qoling, Volmax Decor Class. Istalgan объемda siz xohlagan kolичествоda chiqarib berishadi.